urib mashinangizni kalitini olib ocholmaydi. Qo'rqadi chunki, u ham qo'rqadi. Siz gay to'xtatdi, yo'lda ketyapsiz, to'xtatdi, hujjatingizni tekshirgan. Sizdan so'rayapti, bagajni oching, tekshiring deyapti. Siz asos so'raysiz. Nima asosda? Shuna reyd bo'lyapti deydi. Ko'pincha reyd bo'lyapti deydi. Shuna holatda aytishingiz kerakki, shaxsiy mulkni tekshirish uchun sizda ikkita holat bo'lishi kerak. Yo men jinoyat sodir qilganlik bo'yicha menda biror dalilni topgan bo'lishingiz kerak yoki jinoyat ustida ushlagan bo'lishingiz kerak. Agar bunga ham ko'nmasa, endi bizda ichki ishlar xodimi va huquqni muhofaza qiluvchi organ kuch tuzilma hisoblanadi. Qonunni sal chetga qo'yib, o'zini baribir aytganini qiladi. Bunaqa holatda ko'nmasa, bunaqa holat bo'lmasa ham tekshiraman deb turib olsa, siz talab qilingki, ikkita xolis olib keling. Mayli berdingiz ham deylik, mayli ochib tekshir dedingiz, lekin xolis olib keling deb talab qilishingiz shart. Bu nimaga ikkita xolis oldida mashinangizga qo'pol qo'yayotganda hech narsa tashlab qo'ya olmaydi. Chunki ikkita begona odam bor u yerda. Agar u bo'lmasa, kim biladi siz mashinangizga tashlab qo'ysa nimadir. Mana topdim desa. O'zi bu protsessual noto'g'ri. Lekin aytganimdek bu baribir kuch tuzilma.